Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 18 oktyabrdan boshlab 60 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq joriy etilishi haqida tarqalayotgan xabarlar bo'yicha juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, yaqinlariga ham bevosita tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushunilgan xabar sabab odam pensiyasidan, imtiyozidan, davolanish huquqidan yoki o'z vaqtida murojaat qilish imkoniyatidan ayrilib qolishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni oilangizdagi kattalarga albatta yetkazing. Chunki ayrimlar 60 yoshdan oshganlarga endi taqiq bo'ladi. Pensionerlar ayrim joylarga bora olmaydi. Pensiya to'xtatiladi. 18 oktyabrdan keyin kech bo'ladi degan gaplarni eshitib vahimaga tushyapti. Men esa bugun hammasini oddiy tilda hujjat, amaliy holat va hayotiy misollar asosida tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Qaysi vaziyatda bo'lib aniqlashtirish zarur? Qaysi gaplarga ishonmaslik kerak? Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. Taqiq degan so'z odamlarni qo'rqitadi. Lekin har qanday rasmiy o'zgarish taqiq degani emas. Ba'zan yangi tartib kiritiladi, ba'zan hujjatlarni yangilash talab qilinadi, ba'zan elektron tizimda tekshiruv kuchayadi. Ba'zan ayrim toifadagi fuqarolardan qo'shimcha ma'lumot so'raladi. Shuning uchun men har doim aytaman, xabarning sarlavhasiga emas, uning mazmuniga qarash kerak. Oldin qanday edi? Oldin ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, pensiya daftarchasi, bankdagi oddiy ro'yxatlar orqali yuritilar edi. Pensioner pensiyasini olayotgan bo'lsa, u har oy bank kartasiga yoki naqd shaklida pulini olardi. Ayrim hollarda odam boshqa viloyatga ko'chib ketsa ham, ma'lumotlar bazalarida tez yangilanmasdi. Kimdir chet elga chiqib ketgan bo'lsa, kimdir vaqtincha boshqa manzilda yashayotgan bo'lsa, kimdir vafot etgan qarindoshining kartasidan pul yechishni davom ettirgan bo'lsa, bunday holatlar kech aniqlanardi. Hozir nima o'zgaryapti? Hozir davlat organlari ma'lumotlarni ko'proq elektron tarzda solishtiryapti. Fuqaroning yashash manzili, pasport yoki ID karta muddati, bank kartasi egasi, nogironlik hujjati, ish staji, chet elga chiqish holati, vafot etganlar reyestri, tibbiy komissiya xulosalari kabi ma'lumotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Mana shu jarayon odamlar orasida taqiq bo'lyapti degan noto'g'ri talqinni keltirib chiqaradi. Aslida ko'p holatda gap taqiq emas, tekshiruv va tartibga solishga borib taqaladi. Masalan, pensioner 60 yoshdan oshgan bo'lsa, uning pensiya olish huquqi o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Aksincha, yoshga doir pensiya aynan mana shu yoshdan keyin belgilanadi. Lekin agar hujjatda muammo bo'lsa, bank kartasi bloklangan bo'lsa, yashash manzili noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, shaxsni tasdiqlash talab qilingan bo'lsa, pensiya to'lovi vaqtincha ushlanib turishi yoki aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Endi men sizga kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda 60 yoshdan oshgan va hujjatlari eski bo'lgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, odamda eski pasport bor, muddati tugagan, ID karta olinmagan yoki pasportdagi manzil bilan amaldagi yashash joyi mos kelmaydi. Bunday holatda bank, pensiya jamg'armasi yoki boshqa idora shaxsni tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bu sizga taqiq qo'yildi degani emas. Bu hujjatingizni tartibga keltiring degani. Ikkinchi toifa. Pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Masalan, 18 yoshli otaxonning bank kartasi o'g'lida turibdi. O'g'li har oy kartadan pul yechadi va otasiga olib boradi. Agar ota sog'lom o'zi rozilik bergan bo'lsa, bu oilaviy yordam sifatida ko'rinadi. Lekin tizim nuqtai nazaridan bank kartasidan doim boshqa odam foydalansa, xavfsizlik savoli paydo bo'lishi mumkin. Chunki pensionerning o'zi pulni olyaptimi yoki uning nomidan boshqa odam noqonuniy foydalanyaptimi? Buni aniqlash kerak bo'ladi. Shuning uchun ayrim holatlarda pensionerni bankka yoki tegishli idoraga kelib, o'z shaxsini tasdiqlashga chaqirishlari mumkin. Uchinchi toifa chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan pensionerlar. Masalan, 62 yoshli ayol Rossiyaga farzandlariga ketdi va tekis oy qaytmadi. Uning pensiyasi O'zbekistondagi kartasiga tushib turdi. Qonuniy tartibda ayrim pensiya turlari bo'yicha yashash joyi, doimiy ro'yxat, mamlakatda bo'lish holati, tegishli hujjatlar muhim bo'lishi mumkin. Agar tizim uning uzoq muddat mamlakatdan tashqarida ekanini ko'rsa, qo'shimcha tekshiruv boshlanishi mumkin. Bu ham darhol pensiya bekor qilindi degani emas. Lekin odam
o'z holatini aniqlashtirishi kerak. 4-toifa. Nogironlik pensiyasi yoki qo'shimcha nafaqa olayotganlar. Ba'zi to'lovlar yoshga doir pensiyadan farqli ravishda tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati yoki maxsus komissiya qaroriga bog'liq bo'ladi. Masalan, 6000 yoshli fuqaro nogironlik pensiyasi ham oladi. Lekin tibbiy qayta ko'rik muddati 12-oktyabrgacha tugagan. Agar u ko'rikdan o'tmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Odam esa buni 6 yoshdan oshganlarga taqiq boshlandi deb tushunadi. Aslida sabab yosh emas, hujjat muddati tugagani bo'ladi. 5-toifa ishlayotgan pensionerlar. O'zbekistonda ko'p pensionerlar nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Masalan, 63 yoshli o'qituvchi maktabda dars beradi. 35 yoshli shifokor poliklinikada ishlaydi. 31 yoshli hisobchi xususiy korxonada faoliyat yuritadi. Ishlayotgan pensionerlar uchun ayrim to'lovlar, soliq, mehnat shartnomasi, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Agar korxona odamni noto'g'ri rasmiylashtirgan bo'lsa, ish staji yoki pensiya hisobida chalkashlik bo'lishi mumkin. Bu ham umumiy taqiq emas, balki ma'lumotlarni to'g'rilash masalasi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz, pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, yashash manzilingiz rasmiy ro'yxatda to'g'ri bo'lsa, qo'shimcha nafaqa yoki nogironlik hujjatlaringiz muddati o'tmagan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Sizdan faqat bir narsa talab qilinadi. Telefon orqali kelgan shubhali xabarlarga ishonmang. Hujjatlarni vaqtida yangilang va rasmiy manbadan tekshiring. Bir hayotiy misol keltiraman. 64 yoshli onaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning ID kartasi bor, bank kartasi o'zida, pensiyasi muntazam tushadi. Bir kuni qo'shnisi 15 oktyabrdan keyin 6 yoshdan oshganlarga bankdan pul yechishga taqiq bo'lar ekan deb aytadi. Onaxon qo'rqib, kartadagi hamma pulni yechib olmoqchi bo'ladi. Bankka borganda unga hech qanday taqiq yo'qligi, faqat ayrim mijozlardan shaxsni tasdiqlash so'ralayotgani tushuntiriladi. Mana shu yerda muammo xabarning noto'g'ri yetkazilishida. Yana bir misol. 7 yoshli otaxonning bank kartasi yo'qolgan. U farzandining kartasiga pensiya o'tkazib berilishini so'raydi. Lekin pensiya shaxsiy to'lov bo'lgani uchun u pensionerning o'z nomidagi hisob raqamiga tushishi kerak. Agar otaxonning kartasi bloklangan bo'lsa, yangisini olish kerak. Kimdir buni pensionerlarga boshqa kartadan foydalanish taqiqlandi deb aytishi mumkin. Aslida bu xavfsizlik talabi pul egasiga tegishli hisob raqamiga tushishi kerak. 3-misol. 62 yoshli erkak pensiyaga chiqqan, lekin hali ham xususiy firmada ishlaydi. Firma uni rasmiy emas, og'zaki kelishuv asosida ishlatadi. Keyin u pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'ladi. Lekin tizimda qo'shimcha ish staji ko'rinmaydi. U menga taqiq qo'yish deb o'ylaydi. Aslida muammo shundaki, ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan, kerakli badallar va ma'lumotlar kiritilmagan. Demak, pensioner ham ishlayotgan joydan rasmiy mehnat shartnomasi va elektron qayd bor yo'qligini tekshirish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat telefon orqali keladigan xabarlar. Oxirgi paytlarda firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga olyapti. Ular 5 oktyabrdan pensiyangiz bloklanadi. 6 yoshdan oshganlar ro'yxatdan qayta o'tish kerak. Kartangizni tasdiqlamasangiz pulingiz kuyadi deb qo'ng'iroq qiladi. Keyin SMS kod, karta raqami, PIN kod yoki pasport ma'lumotlarini so'raydi. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech bir rasmiy idora sizdan telefon orqali bank kartangizning PIN kodini, SMS tasdiqlash kodini, kartaning orqa tomondagi kodni so'ramaydi. Bunday so'rov bo'lsa, bu firibgarlik belgisi. Ikkinchi nozik shart ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar yoshi katta bo'lgani, kasalligi yoki yurishga qiynalgani sabab pensiyasini farzandi, turmush o'rtog'i yoki boshqa qarindoshi orqali oladi. Bunda hammasi qonuniy bo'lishi uchun notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Oddiy otam ruxsat bergan degan gap ba'zi vaziyatlarda yetarli bo'lmaydi. Masalan, pensioner yotib qolgan bo'lsa, bankka bora olmasa, uning nomidan hujjat imzolash, karta olish, ariza topshirish uchun rasmiy ishonchnoma talab qilinadi. Aks holda bank xodimi pulni boshqa odamga bermasligi mumkin. Bu ham taqiq emas. Bu pensionerning pulini himoya qilish chorasidir. 3-nozik jihat doimiy va vaqtincha yashash manzili. Ko'p odamlar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan,
Pensioner Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin Toshkentda farzandinikida yashaydi. Tibbiy xizmat, ijtimoiy yordam mahalla orqali beriladigan nafaqa, oziq-ovqat yordami yoki ayrim imtiyozlar yashash hududi bo'yicha belgilanadi. Agar manzil noto'g'ri bo'lsa, yordam noto'g'ri hududga biriktirilishi yoki ariza ko'rib chiqilishi cho'zilishi mumkin. Shuning uchun 12 oktyabr kabi sanalar atrofida ro'yxat yangilanadi degan gaplar chiqsa, eng avvalo manzilingizni tekshirtiring. 4-nozik jihat. Imtiyoz va pensiyani aralashtirib yubormaslik kerak. Pensiya boshqa, kommunal imtiyoz boshqa, dori-darmon uchun yordam boshqa, sanatoriy yo'llanmasi boshqa, nogironlik nafaqasi boshqa. Biror imtiyoz uchun qoida o'zgarsa, bu hamma pensiyalar to'xtaydi degani emas. Masalan, 60 yoshdan oshganlarga transportda chegirma tartibi o'zgarsa, bu yoshga doir pensiya to'loviga ta'sir qilmasligi mumkin. Yoki tibbiy komissiya tartibi yangilansa, bu faqat nogironlik hujjati muddati tugagan fuqarolarga taalluqli bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat qarzdorlik masalasi. Ayrim pensionerlarning bank kreditlari, aliment sud qarori bo'yicha undirish. Kommunal qarzlar bo'lishi mumkin. Qonunda ayrim to'lovlardan ushlab qolish tartibi mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bu ham 6 yoshdan oshganlarga taqiq degani emas. Masalan, pensionerning 3 million so'm kredit qarzi bor. Bank hisob raqamiga pul tushganda ma'lum qismi yechib olinadi. Odam buni pensiya bloklandi deb o'ylaydi. Aslida sud qarori yoki bank shartnomasi asosida ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan hisobvaraq ko'chirmasini, majburiy ijro organidan ma'lumotni olib, sababini aniq bilish kerak. 6-nozik jihat ijtimoiy tarmoqlardagi eski xabarlar. Ba'zan 2 yil oldingi yoki boshqa davlatga tegishli yangilik qayta tarqatiladi. Sarlavhada bonus pakesh oktyabrdan taqiq deyiladi. Lekin matnni o'qisangiz, bu boshqa mamlakat qonuni yoki eski karantin davridagi cheklov bo'lib chiqadi. Shuning uchun men har doim uchta savol berishni tavsiya qilaman. Bu xabar qaysi davlatga tegishli, qaysi rasmiy idora e'lon qilgan, hujjat raqami yoki rasmiy havolasasi bormi? Agar shu 3 ta savolga javob yo'q bo'lsa, xabarni darhol haqiqat deb qabul qilmang. 7-nozik jihat. Yosh chegarasi noto'g'ri talqin qilinishi. 6 yosh ko'plab tizimlarda ma'lum huquq yoki imtiyoz boshlanadigan yosh sifatida ishlatiladi. Lekin bu yoshga yetgan odamga avtomatik taqiq qo'yiladi degani emas. Masalan, tibbiy tekshiruvda 6 yoshdan oshganlarga qo'shimcha ko'rik tavsiya qilinishi mumkin. Haydovchilik guvohnomasi bo'yicha sog'liq ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Kredit berishda bank yoshni xavf omili sifatida baholashi mumkin. Lekin bularning har biri alohida tartib. Onadan yoshdan oshganlar endi hech narsa qila olmaydi degan gap noto'g'ri va asossiz. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz muddati tugamaganmi? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana xatosizmi? Yashash manzilingiz amaldagi holatga mosmi? Shularni ko'rib chiqing. Agar ID kartangiz muddati tugagan bo'lsa, tuman ichki ishlar bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali yangilash masalasi hal qiling. Ikkinchi qadam, pensiya to'lovingiz qayerdan va qanday tushayotganini aniqlang. Bank kartangiz o'z nomingizdami? Kartaning muddati tugamaganmi? Mobil ilova yoki SMS xabarnoma ishlayaptimi? Oxirgi oyda qancha pul tushgan, qancha yechilgan, shularni tekshiring. Agar pul kutilgandan kam tushgan bo'lsa, darhol xulosa chiqarmang. Bankdan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Unda pul qachon tushgani, qayerga yechilgani, ushlab qolish bo'lgan bo'lmagani ko'rinadi. 3-qadam. Pensiya jamg'armasiga yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatga borganingizda pasport yoki ID karta, bank kartasi rekvizitlari, pensiya hujjatlari, agar nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa. Agar ishonchnoma bo'lsa, notarial ishonchnoma. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi yoki ish joyidan ma'lumot olib boring. Shunchaki menga taqiq bo'ldimi deb so'rash o'rniga aniq savol bering. Mening pensiya to'lovimda ushlanish bormi? Hujjatlarimda kamchilik ko'rinyaptimi? Qayta hisoblash uchun qanday hujjat kerak? To'lov nima sababdan kechikdi? 4-qadam. Yozma ariza qoldiring. Og'zaki javob ba'zan yetarli bo'lmaydi. Agar sizga keyin keling, tizim ishlamayapti, hali aniq emas deyishsa, yozma murojaat qiling. Arizada ism, familiyangizni, telefon raqamingizni, pasport ma'lumotlaringizni, pensiya turini, muammoni aniq yozing. Masalan, men 2007 yil oktyabr oyi uchun pensiya to'lovim to'liq tushmaganini aniqladim.
ushbu holat sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va mavjud kamchiliklarni bartaraf etish tartibini ko'rsatishingizni so'rayman. Shunda sizda rasmiy javob olish huquqi paydo bo'ladi. 5-qadam. Telefon firibgarligidan himoyalaning. Hech kimga SMS kod aytmang. Hech kimga SMS kod aytmang. Undan telefon qilgan odam o'zini bank, pensiya jamg'armasi, mahalla yoki davlat xizmati xodimi deb tanishtirsa ham shoshilmang. Men o'zim rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilib aniqlashtiraman deng. Keyin bank kartangiz orqasidagi rasmiy raqamga yoki davlat idorasining rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Farzandlar ham ota-onasiga buni tushuntirsin. Bitta SMS kod butun kartadagi pulni yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. 6-qadam. Agar pensioner yurishga qiynalsa, huquqiy vakillikni to'g'ri rasmiylashtiring. Notarius orqali ishonchnoma qiling. Kerak bo'lsa shifokor ma'lumotnomasini tayyorlang. Bank bilan pensionerning holatini kelishib oling. Ayrim hollarda sayyor xizmatlar, davlat xizmatlari markazi orqali uyga chiqish, mahalla yordamida murojaat qilish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Muhimi, qarindoshlar pensioner nomidan ish yuritayotganda hammasi hujjat bilan tasdiqlangan bo'lsin. 7-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Qonuniy o'zgarish bo'lsa, u albatta rasmiy idora, hukumat portali, pensiya jamg'armasi, vazirlik yoki davlat xizmatlari orqali e'lon qilinadi. Telegramdagi noma'lum kanal, tasdiqlanmagan audio, qo'shnining gapi, montaj qilingan video rasmiy hujjat o'rnini bosmaydi. Men oddiy qoida tavsiya qilaman. Agar xabar odamni qo'rqitsa va darhol karta ma'lumoti kiritishni, havolaga bosishni, pul to'lashni talab qilsa, bu xabarga 2 barobar ehtiyot bo'ling. 8-qadam, oila ishida mas'ul odam belgilang. Ko'p pensionerlar internetdan foydalanmaydi, rasmiy portallarni tekshira olmaydi, bank ilovasini tushunmaydi. Shuning uchun farzandlardan biri oyga bir marta ota-onasining hujjat muddati, karta holati, pensiya tushumi, dori-darmon imtiyozi, tibbiy ko'rik sanasini tekshirsa, ko'p muammolar oldi olinadi. Bu nazorat qilish emas, yordam berishdir. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun bu juda muhim. 9-qadam. Agar pensiya to'xtagan bo'lsa, sababini ketma-ket aniqlang. 1-bankdan ko'chirma oling. 2-pensiya bo'limidan to'lov topshirig'i yuborilmaganini so'rang. 3-muddat va shaxsni tasdiqlash talabini tekshiring. 4-sud yoki majburiy ijro bo'yicha cheklov bor yo'qligini aniqlang. 5. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilot yoki rasmiy elektron murojaat tizimi orqali shikoyat qiling. Har bir bosqichda hujjat nusxasini saqlab qo'ying. 10-qadam, vahima bilan qaror qilmang. Ba'zi pensionerlar bunday xabarlarni eshitib, darhol kartadagi hamma pulni yechadi. Qarindoshiga berib qo'yadi. Noma'lum odamga ishonchnoma beradi yoki shubhali havolaga kiradi. Eng katta zarar ko'pincha rasmiy o'zgarishdan emas, vahima bilan qilingan noto'g'ri harakatdan keladi. Shuning uchun avval tekshiring, keyin qaror qiling. Demak, hurmatli tomoshabinlar, O'yinspex oktyabrdan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq degan gapni eshitganingizda darhol qo'rqmang. Men sizga tushuntirgan asosiy mazmun shuki, ko'p holatda gap umumiy taqiq haqida emas, hujjatlarni aniqlashtirish, shaxsni tasdiqlash, bank xavfsizligi, yashash manzili, nogironlik hujjati muddati, ishonchnoma yoki qarzdorlik kabi amaliy masalalar haqida bo'ladi. Kimning hujjatlari joyida, pensiyasi qonuniy, bank kartasi o'zida, ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, u odam vahima qilmasligi kerak. Lekin hujjati eski, kartasi boshqa odamda, chet elda uzoq muddat bo'lgan. Nogironlik ko'rigi muddati o'tgan yoki to'lovda kamayish sezgan pensionerlar albatta borib aniqlashtirish kerak. Men sizdan so'rayman, oilangizda 6 yoshdan oshgan insonlar bo'lsa, ularga bu ma'lumotni tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga shunday ogohlantirish yoki xabar kelganmi? Pensiya to'lovida muammo bo'lganmi? Bank yoki idora qanday javob bergan? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, imtiyoz, hujjat va fuqarolik huquqlari bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirib boraman.